Videoni boshida uyni bitta ko'rsatib o'ramiz. Xo'p, kimda kim shunaqangi imoratlarda havas qilayotgan bo'lsa, videodan like bosib ketasizlar. Xudo xolasa biz sizlarga narx-navolar haqida yoritib beramiz. Ya'ni mana shunday Lexan variantdagi Farg'ona viloyati Rishton tumaniga akalarimiz Rishton tumaniga, ya'ni o'zlarini rayoniga qilib berishibdi. Xudo xolasa bittadan narx-navolarni yoritib beramiz sizlarga. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi? Juda ham go'zal qilyapsizlar, qo'llayinat ko'rmasin. Xudo xolasa aka, narx-navosi haqida va materialni sifati, materialni nechilik qadrida ishlatasiz va qayerdan qayergacha xizmat qilasiz? Prosta yoritib berasiz aka. Xizmatimiz aka O'zbekiston bo'ylab. Dastavkasi ichida Toshkentgacha. Toshkentgacha. Biz o'zimiz endi vodiydamiz, Farg'ona viloyati Rishton tumanidamiz. Toshkentgacha dastavkasi ichida ketadi. Xo'sh, Toshkentdan voha taraflariga dastavkasiga qo'shilib qoladi ozgina. Ozmoz. Ha. Davomlashsa. Bu yerimizdagi shu 550 mingdan kvadratini qilib berganmiz. 220 kvadrat chiqqan. 550 ming so'mning ichida bertiring, operator mana oling. 550 ming so'mning ichida aka mana. Mana shu nima deydi, shifr o'rnida ketayotgan Lexanmi? O'sha ham kiryaptimi o'sha ham? Hamma narsasi ichida shunday bitib kelib bitish joyi aka bu sizga. Ha, 550 ming so'm sizga to'lasa, siz ortiq osha haligi temir olib kelaylik, nimasi Lexan olib kelaylik. Yo'q, ovoragarchilik. Uyda egasini ovoragarchilik qilmaydi. Shu ofis sexda tayyorlab, olib kelib ustanovkasini qilib ketamiz aka o'zimiz. Aka, keyin yana bitta narsa. Rossiyadagilar bor, misol. Rossiyada yurishibdi-da, uylari turibdi. Birorta qo'ni-qo'shnisiga ishonib topshirsangiz, uyda egasi bo'lmagan taqdirda ham o'zlaring qilib beraverasizlarmi? Chiroyli qilib beraveramiz aka, ularni o'sha ishongan o'zida odam bo'lsa, shu orqali gaplashib, chiroyli qilib bitirib beramiz aka. Firmalarimizga kelsak, firmalarimiz 125 ga tashlab berganmiz aka firmaning orasini. 5,5 metrli joyimiz bu. Xo'sh, yana keyin profillari 4 ga 2 shadasiga 4 ga 2 totganmiz. 1,5 stenka u tevasiniki. Lexan qatirilgan nimasi. Firmalarimizda profillari 1,7 stenka bo'lgan, 4 ga 4 profildan bo'lgan aka bular. Xo'sh, stoykalarimiz 6 ga 4, listlarimiz 2 lik listda bo'lgan bu. Perili reshotka xizmat aka. Bularimiz xo'sh 600 mingdan metri chiqqan, bu ham 2 lik listda 6 ga 4 profilda bo'lgan. Shunda buni fasoni milliy fason bo'lgan. Buni fasonini endi shu uyda egalari ko'radi, yoqqanini katalogini berasiz. O'sha vibrlaringiz ko'p bo'lsa kerak. Qarang aka. Mana bu 2 lik a? Listimiz 2 lik listda bo'lgan. Bu ham 2 likdan. Bu ham 2 lik list. Endi tepadagilarniki-chi? Tepalari ham 2 lik listda ketgan. O'sha 2 lik listdan foydalanasiz. Haligi arzonchiroq qilib ber desa, misol, bu narx ko'tarilmasa-da, misol, shuni 1,6, 1,5 stenkadan ham chiqarib beraverasiz aka. 1,7 chiqaramiz. Undan ag'i va'ma berib yuboradi aka. To'ppa-to'g'ri aka. Yupqalik qiladi. Juda go'zal aka. Xudo xolasa aka, mana shu necha kvadrat chiqyapti? 220 kvadrat joyimiz. 220 kvadrat joyda aka necha kunda bo'lib ketdilar? Buni 15 kunda bitirib tayyorladik. 5 kun ustanovkasi ketdi. Uzog'i 20 kunda bitdi. Ha, avvalo buni sexda o'zida tayyor uyni o'lchab ketdi, sexda yasaladi va kelib turib yig'ib tashlanadi xolos aka. 5 kun ustanovkasiga ketdi. Uyda kraskalari ham aka, shu temirni kraskasi bor, o'z ikkislok kraska qilib beramiz bu ham. U chidamli, yog'inchaligiga chidamli. Yozgi kunida issiqda haligi gullab, laklari ko'chib ketmasligiga javob bo'ladi. Ha, bu narsasiga o'zimizga garantiya beramiz. Juda go'zal aka. Uyda egalaridan sizga tavsiya qilinadigan, uyda egalaridan sizga ketadigan narsalar. Misol, nima so'rashlaymi uyda egasi? Uyda egasi endi mana shu o'zimizda rayonda bo'lsa, shu pulini sanab bersa yetadi. Qolgan narsasi hamma yo'g'ini o'zimiz qilamiz, o'zimizda bor. Qolgan joylarga chiqadigan bo'lsak, misol boshqa viloyat, voha taraflarga chiqadigan bo'lsak, lesa bilan shu bitta obyektimizni qilib berishadi, bo'ldi shu narsa. Yotoq sharoit qilib berishadi. Yotoq sharoit qilib beradi shu. Qolgan narsasi o'zimizdan bo'ladi hammasi. Aka, bu faqat mana shunaqangi korishniy svetlisi bormi yo har xil svetlisi bormi misol? Bunaga 10 xildan ortiq sveti bor. Rangini tanlashadi. Shu yoqqan nimasini qilib beraveramiz aka bu narsani. 70% nurda ushlaydi, 30% o'tkazib beradi aka. Bu rossiyskiy nimada bo'lgan, Beralux firmasiniki bo'lgan bu. Hali qasr qilib nima kunda issig'ida plastmassa, ko'pchilik buni plastmassa deb o'ylaydi-da, haligi sinib ketadi, boshqa bo'ladi. Sinib necha yil garantiya berasiz mana shu nimasi? Bu zavod tarafidan aka 15 yil garantiya beriladi. Zavodda o'zi 15 yil garantiya beradi aka. Juda go'zal. Xudo xolasa xizmat qilib beradi chiroyli qilib. Xo'p, qarang. Aytilgan narxlar taqalganmi yo tushib kelishadigan joylari bormi? Olmoz aka, siz nomingizdan chiqib kelishsa, kelishtirib beramiz aka. Juda go'zal aka. Bonuslariga hamma bonuslariga bor aka, bonusdan qilib beramiz aka. Bonusiga mana bag'da turibdi, o'sha bitta mini ko'ra qo'shib beramiz, shunday bitta bonusiga bu. Bo'ladi, juda go'zal. Albatta endi uyda bola chaqa bilan chiroyli qilib bitta bundan turmasa bo'lmaydi. Aka, adresni, manzilni o'zi to'shni tushuntirib keting.
Bizniki Farg'ona viloyati aka, Riston tumanidan. Bo'ldi. Nechta telefon raqam qo'yamiz? Ikkita telefon nomer qo'yamiz. Ko'tarasiz obязательно. Hammasini ko'taramiz aka, Xudo xudo xohlasa. xolasa. Kuzatuvchilarimiz shikoyat qilmaydi. Xudo Yolg'on xohlasa. ma'lumot aralashmaydi. Ha, xudo xohlasa. behijolat aka bag'i. Xudo xolasa, shu aytgan nimasida qilib beramiz. Keyin bu narxlarimiz aka 100 kvadrat tevasidagi chiqadigan nimalarga, naveslarga bu narxlarimiz. Bu 100 kvadrat tepasiga. Kichigani u ozgina ko'tariladi. Misol 10 kvadrat bo'lishi mumkin, 15 kvadrat bo'lishi mumkin. Ularniki ozgina qimmatroq chiqib qoladi ekan. Ana endi chetiga 100 kvadratga balandlashsa, 200 kvadratga yengillashtirib berasizmi? 200 kvadratga qilib beramiz aka, xudo xolasa. Yengillik qilib Bo'ladi. berasiz, Ha, shu telefon yerga qilishaversam, bo'ladi. xudo xolasa chiroyli qilib beramiz aka. Obunachilaringizga. Xo'p, bo'lar ekan. Sizni nomingizdan chiqishsa, xudo xolasa. Asosiysi mana qisqa valonda qilib xudo xolasa kadrda urdik. Baribir obunachilarimiz ham ko'p olsak zerikib qolishadi. Kerakli ma'lumotlar berildi deb o'ylayman, xudo xolasa aka. Tushunmagan joylari bo'lsa, telefon orqali shu nima qilib beramiz aka, xudo xolasa. Bo'ldi, telefon O'zimiz raqami- variantlarini ham aytamiz, endi shu joyini ko'rib, nima qilgandan keyin yengil taraflarini qilib beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bo'ldi aka. Telefon raqamingizni pastga yozib qo'yyapmiz. Bemalol aloqa chiqishaveradi. Xudo xolasa mana shu Bo'ldi, ekan bo'ldi. yuzini tanib olinglar. Xizmatdamiz aka. Telefon qilaverasizlar. Hammaga rahmat akalar, sog' bo'lasizlar. Kuzatishda davom etasizlar.